Koreyaga birinchi qadam yaxshi qo'yilgan bo'lsa ham o'qishga kirdim degani bo'ldi, hamma muammoingni hal qilding degani emas. Xuddi любой bitta zo'r ssenariy yozilgan kinoni ikkinchi sezoni boshlanishi kerak va birinchi sezonda ochilmagan narsalar ikkinchi sezonda yaxshiroq ochib beriladi. Meni hayotimda xuddi shunaqa bo'lgan. Okey, men o'rgandim koreys tilini, hammasi zo'r, bordim, yutdim, lekin endi hayotda yangi sahifasi boshlanganda men o'zi o'qishga kirishim kerak edi. Butunlay boshqa istoriya bu, butunlay boshqa. Meni oldimdagi birinchi nayzasini tiqib olgan narsa bu pul bo'lgan. Hammada har doim, menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Men Koreyaga ketishim kerak, kontrakt, o'qishga qabul qilinganligi to'g'risidagi hujjatlar, yotoqxona va boshqa xarajatlar hisobga olindi. Meni xayolimda hozir bizani yig'ib qo'ygan yostig'imizdan tagidagi pulimiz bor. Qora bozordagi va bankdagi dollar narxi juda katta o'ynagan mahal edi. Men o'sha pullarimga ishonib shunday boryapman, hozir men yostig'im tagidagi dollar almashtiraman, so'ng valyuta almashtirib, keyin kontraktimni to'layman degan paytimda qora bozor bilan bankdagi narx dollari bir xil qilib qo'yishdi. Tushunishinglar uchun meni o'sha yerda yig'ib qo'ygan ikkinchi, uchinchi planlarim, o'zimga qilgan strixovkam puf yonib ketdi, bo'ldi. Sigaret kuli qatta-yu, meni o'ylagan rejalarim qatta, hammasi tamom. Men o'sha vaziyatda o'sha o'qishga kirib bo'lganman. Menga xat keldi, sen o'qishga kirding, bizaniki bo'lding, bizani talabamiz bo'lding, bizani bittamiz bo'lding deyishyapti. Men pul yetkazib berishim kerak. Pul yo'q. Tamom. Keyin nima bo'lgan? Uyda sotishga nima bor deb qidirishni boshlaganmiz. Garovga nima qo'yish mumkin, zalogga nima qo'ysak nima olamiz, даже procentga pul qidirganmiz. Чтоб tushunishinglar uchun, meni onamlar 56 grammli ikkita bluzularini olib borib bitta yaqin tanishlariga zalogga berib, $2000 olib kelganlar, 2% qarzga bergan bizani. Kredit tipi. Tili ularda qolib ketardi. Agar bizga berilgan muddatgacha o'sha pulni qaytarib bermasak. Pullar olindi, kontrakt to'landi, men uchib ketaman. O'zbekistonga qaytib, men o'sha keyingi Koreyaga ketishimga, katta ketishimga tayyorgarlik ko'rayotgan mahal, pul qidirish uchun menda kerak qobiliyat. Nima qila olaman hozir savol. Okey, bo'larish bu bo'ldi, bo'yog'isim bo'ldi, men ketishim kerak, menga hujjatlar tayyor hammasi. Nima qila olaman? Menga pul kerak, tez kerak u pul. Nima qilish kerak? Men ota-onam ofitsiant yoki boshqa narsa qilib ishlatishmagan hech qachon. Men qo'limdan kelgan bitta narsa dars berish bo'lgan. Consulting firmalar o'sha vaqtda men chiqqanman ularga, ularga meni ishlash tartibimiz yoqqan. Men aytganman, men o'qitaman bola, menga katta pul to'laysizlar. Men arzimagan pulga ishlamayman deb. Okey deganman, ishlashni boshlaganman. Lekin o'tda shunaqangi narsa bo'lganki, bir necha yil oldin ham koreys tili va Koreyaga ketkazish konsalting bozori juda ham mashinniklarga to'la bo'lgan. Men borgan joy ham g'irt mashinniklarning joyi bo'lgan. Ular bir 40 ta, 30 ta boladan $4000-5000 olib qo'yib, ularni umidvor qilib, biz sizlarni Koreyaga jo'natamiz. No, koreys tilini o'rganmasanglar bo'lmaydi. Hozir faqat shu narsa sizlarga xalaqit beryapti deb ularni ko'zini shamg'ala qilishgan. O'sha moment men ularning idorasiga boryapman. Koreys tilini yaxshi biladigan, chotki gapiradigan qiz. Eplay olasizmi shuncha bolani deyishgan. Nimani eplash kerak deganman. Kiring dars bering deyishgan. 40 ta yigitlar, erkaklarga to'liq xona, men dars o'tishim kerak. Bundoq qiz. Bu paytda bundan ozroq edim. Kiryapman, o'zimni qo'lga olganman. Bu narsa men uchun birinchi marta emas. Okey, dars o'tishni boshlaganman. Men dars o'tishim yoqqa. Dars o'tishda davom etganmiz. U yoqda bolalarni aldab yurishgan. Hozir mana ozgina koreys tilini o'rganib olasizlar, keyin ketasizlar. Koreys tilini bilmasanglar, sizlarni olib ketishmas ekan deb. Aslida ularda hech narsa tayyor bo'lmagan u odamlarni Koreyaga jo'natishga, ishga o'qishga, joylashga. Ular meni o'ziga shit qilib orqamdan shunaqa ish qilishgan. Lekin meni pulimni to'lashgan, chunki men yaxshi dars berardim o'sha paytda ham. Bolalar aytishgan, agar bu qizdan boshqasi dars bersa, biz dars eshitmaymiz dedim. Men o'sha yerda ishlashni boshlaganman. O'sha yerdagi oyligimni bir simlab yig'ib, o'sha kontrakt to'lashga biz yig'ishni boshlaganmiz. O'sha yerda bitta shunaqa zo'r voqea bo'lgan. Men bir umr hayot davomida esimdan chiqarmayman. Boshida borganimda 40 tadan oshiq bola bo'lgan bo'lsa, borib bir necha oydan keyin 15 ta ham bola qolmadi. Ular menga aytishyapti, ustoz, biz bilib olamiz bu yerda nima bo'layotganini. Biz hech qachon keta olmaymiz Koreyaga. Ular bizning pullarimizni uxlatib bo'lishgan. Siz bizga shunaqa yo'l ko'rsatamiz, o'zimiz ketaylik, debdi. Bo'pti deganman. Chunki biz yarmiga kelib qolgandik. Orqaga o'zi yo'l yo'q, koreys tilidan ancha-muncha narsani o'rganib qo'yishdi. Oldinga ketish uchun uni bitta qarorga kelib olish kerak. Bo'pti, men sizlarga o'rgataman. Sizlar o'zinglarni kuchinglar bilan qarasizlar o'qishga deganman. Tayyorlaganmiz. 3 oy yoz 4 ta bolam topikka kiryapti. Topik 1-darajaga kirib 2 gp olib chiqishyapti. Shu bilishinglar uchun o'tda 100% ball, bu 200 ball. Meni bitta talabam 198 ball olib chiqyapti. Bo'ldi, o'qishga kirib ketdi shu bilan.
O'shalardan shu 40 ta boladan oxiri 4 tasi qoldi. Topik olishdi, lekin ulardan bittasi Koreyaga ketdi faqat, chunki uni niyati jiddiy bo'lgan. Koreyaga men bordim, yetib oldim, no zo'r universitetlarni bitta shunaqa tarafi bor. Ular o'zi nomi zo'r bo'lgani uchun sizlarga ortiqcha narsa qilib bermaydi-da. Meni universitetimda 26 mingta talaba o'qiydi. 26 mingta talabani hammasiga alohida e'tibor yo'q. Shuning uchun ba'zi universitetlardan farqli ravishda ular menga qanaqadir bonuslar, yetib borgandan keyin aeroportdan kutib olish, joylab qo'yish degan hech narsani qilib berishmagan. Mana senga universitet biz seni qabul qildik. Xohlasang-ki, xohlamasang yo'q. Men tushaman aeroportdan. Katta o'zimda keladigan chemodan ketyapman. Universitetga amallab yetib keldim. Chunki meni vizam chiqishi kechikkan bo'lganligi uchun freshmanlarning yig'ilishiga yetib borishim kerak edi. Oldindan ogohlantirib qo'yganman, nabodosiga kelmasligim mumkin deb. Samolyotga bilet olindi, viza chiqdi. Men ketyapman. Soat 9:30 da Koreyani vaqti bilan bizani yig'ilishimizni qilib berish kerak. Men samolyotdan 6:59 da qo'nganman. Amallab uxlamagan holimga yetib bordim. Yetib borgandan keyin meni yorug' narsalar, talabalik hayotda kutib turish kerak edi. Xuddi boksyor perchatkasiz urganda bitta udar tushyapti. Yig'ilishda shunaqa gaplar bo'lyapti. 6 oygacha ishlashinglar mumkin emas. Mana bunaqa qilsanglar, mana bunaqa jarimanglar bor. Agar yaxshi o'qimasanglar, sizlarni chetlashtiramiz. Ball olish uchun mana bunaqa qilish kerak, anaqa qilish kerak, bitirishinglar uchun mana bunaqa hujjatlar kerak. Hammasini tushuntirishyapti bizga. Esankirab eshityapman. Meni xayolimda hozir men boraman, sразу ishga tushib ketaman. Keyingi kontraktimni to'lashimga to'lov qilishim kerak. Uyda qarz bo'lib qolishgan. O'zimcha xayolimda hozir hammasini zo'r bilaman. Men koreys tilini zo'r bilaman. Yaxshi o'qisam menga grantdan berishadi. Qayerda? Yo'q, umuman unaqa bo'lmagan. Yaxshi o'qisang nima qilibdi? Bu yerda sendan zo'rlik qilib yotibdi. Men уже birinchi semestrda boshlanyapti. Eng mayda narsadan eng katta narsagacha faqat o'zim qilishim kerakligini bilganimda уже tomim ketishni boshlagan. Chunki butun universitetda O'rta Osiyodan faqat men o'zimnikilarni ko'rmayman. Hamma joy Xitoy, Amerika, Yevropa, основной 80% koreyslar. Hech kim bilan hech kimning ishi yo'q. Kimsan, nimasan, qayerdan kelib qolding bu yerga? Yo'q prosta. O'zing muammoni o'zing hal qilishing kerak. Darslarni jadvalga moslab qo'yish kerak. ID karta Koreyada yashash huquqini beradigan hujjatlarni qilish kerak. Страховка qilish kerak. Telefon sotib olish kerak. Unga oyma-oy pul to'lash kerak. Yotoqxonada borganimda okey, xona yaxshi, lekin hattoki yostiq jildlarigacha bo'lmagan. Uni ham sotib olish kerak. Yeb ichish yo'q, hech narsa olinmagan. Bo'ldi, sen kelding, davay boshla jang qilish. Men o'tiribman, nima qilsamikin. Chunki qo'limda arzimagan naqd pul bilan kelganman. O'sha naqd pulim talabalik страховкасini qilishga, ID kartani qilishga, o'sha yostiq jild olishga ketib bo'lgan. Men kiryapman darsga, bo'pti, o'zingni bor. Saxchi bo'lganda topik 6 bilan kelgansan bu yerga. Yaxshi o'qisang, hammasi yaxshi bo'ladi. Ikkinchi udar tushyapti meni ko'zimga. O'qituvchilarning gapini umuman tushunmayman. To'g'ri, o'qituvchi bo'lmaydi, o'ta professorlar bo'ladi. Men professorlarning birorta ham gapiga tushunmayman. Ular qaysidir boshqa tilda gapirishyapti. Men aytaman, men topik 6 bilan kelganman. Nima men bilan tushunmayman. Оказывается, topik u test, yaxshi, uni olgan zo'r. No, akademik tayyorlanish yoki bo'lmasam darslarga o'zini moslab olishgacha menga ancha vaqt kerak bo'lgan. Mana shu jarayonlarning ichida men hattoki Koreyaga kelganimni mazasini tushunmaganman. To'g'ri, men bir necha yillik orzuyimni amalga oshirdim. Hech kim qila olmagan ish qildim, nufuzli universitetga kirdim, lekin bu menga taskin bera olmayapti. Menda faqat xavotir. Nima bo'ladi? Hech kim yordam bermasligini men o'sha allaqachon tushunmaganman. Kontraktlar to'landi. Uydan qarz qilib, общежитие ham to'landi, yotoqxona yaxshi. Men bir semestr hozircha bu narsalardan ozodman. Lekin bir semestr tugadi, ikkinchisi chopqillab kelib qolishi mumkin. Meni qo'limda bir so'm pul yo'q. To'g'rig'i $40 qolgan o'sha. U $40 nima qilay? Qanaqa qilib ko'paytiray? Nimaga yetkazay? deb turgan mahallarim, men, конечно, ish qidirishim kerak. Ish qidirish boshlandi. Yaxshi o'tdi, prilojenelar, ish qidiradigan joylar hammasi tayin. Men koreys tilini yaxshi bilgan bo'lganim uchun prilojenelarni tortib olish, o'tdan ish qidirish men uchun muammo bo'lmadi. Hatto agar men koreys tilini bilmaganimda u ham bitta problema bo'lardi. Meni o'tda yagona qutqarishi mumkin bo'lgan narsa men koreys tilini yaxshi bilishim bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Dalshi bo'lsam men o'tiribman, bir nechta joylarga telefon qildim. Bir xilla chet ellikligimni bilib ovozimni oxirigacha eshitmasdan qo'yib qo'yishadi. Bir xilla talaba bo'lganim uchun ishga olmaymiz deyshadi. Bir xilla full time ishlashimni xohlashadi, amani o'qishim bor. Shunaqa bo'layotgan jarayonlarda уже men tushunib qoldim. Kimga qanaqa muomala qilish kerak, o'zi Koreyada soatiga necha pul to'lashadi, qanaqa ishlarni men hozir qila olaman, qila olmayman. Sabrajat qilish boshlandi, hech bo'lmaganda. Men harakat qildim to'xtab qolmaslikka. Chunki boshqa chora ham yo'q-da. Tasavvur qiling, ketasiz, zina
u ko'prikka o'xshagan zinada. Bitta tog' bilan ikkinchi tog'i o'sha yog'ochli va arqonli zina boylab turibdi. Ko'prik har gal qadam bosganingizda oldinga orqangizdagi yog'och tushib ketyapti. Bu degani orqaga yo'l yo'q, faqat sen oldinga borasan. Qanchalik tez bu arqondan chiqib ketsangiz, o'sha orqasiga yeta olasiz. Xuddi shunaqa sharoit. Bo'ldi, boshqachasiga yo'q. Har bitta qadam faqat oldinga, orqaga уже chekinishga yo'l. Variant yo'q prosta. Tushunayotgan bo'lsangiz. Moment bo'lyapti, men tushundim, bu yerda bitta narsani raqam bilan ishlashi. Koreyada o'sha mahal oddiy ishlarda soatiga dollarda hisoblaganda 6-6,5 dollar to'lov qilinadi. Odatda 8 soatli ish bu prinsipi norma. Ish qidiryapman, bir mahal bitta ishda soatiga 35 dollar, 32 dollar to'lashligi haqida yozilyapti. Meni ko'zim yarqirab ketdi. Dedim, agar men hozir bu yerda ishlasam, necha oyda yoki necha soatda qancha pul topishim matematik hisoblashni boshladim. Va ko'rsatilgan kontakt bo'yicha men ularga yozishni boshladim. Koreyaning chat uchun zo'r platformasi bu KakaoTalk, как bizning Telegramga o'xshaydi. Yozyapman, menga podozrительно yaxshi muomala qilishyapti. Yaxshimisiz? Ha, kimsiz? Qiz bolamisiz? Ha, men ayol kishiman, qiz bolaman. Men ish kerak deb yozgan ekansiz, shunga yozyapman. Ha, yaxshi, bizda bunaqa ish bor. Ha, rostdan ham 35 dollar to'lanadi. Kelasiz, mehmonlarni kutib olasiz, как ofitsiantlar hostesga o'xshab, mehmonlarni joyiga o'tkazasiz, sizga shuning uchun to'lov to'lanadi dedim. Okey deyman. No, baribir yurakda qanaqadir g'alati hissiyot bor. O'sha yerda menga nima yordam berdi? Koreys tilini yaxshi bilganim va atrofimda men bilan gaplasha oladigan koreys do'stlarni yig'ganim menga eng katta yordam bo'ldi. Chunki koreyslar o'zi introvert va ingliz tilini zo'r bilmaganligi uchun men ularga birinchi borib qadam tashardim. Otimni aytardim, qattanligimni aytardim, do'st bo'lishga harakat qilardim. Shunaqa do'stlarni o'sha leksiyalarda orttirgan mahalim. Bir payt o'tiramiz leksiyada, men so'rayman o'rtoqlarimdan, to'g'rirog'i men bilan birga leksiya eshitadigan kursdoshlarimdan. Men ish qidiryotgandim-da, qizlar, men bunaqa bo'lyapti. Sizlar baribir koreyslar, mendan yaxshiroq bilasizlar. Bu narsaga ishonsa bo'ladimi deb men chatimni ko'rsatyapman ularga. O'shanda bitta ondiyim aytgan, srazu blok qil, yozma bunaqa odamlarga. Men aytaman, nimaga? Bu karaokeda qizlarni fohishalikka o'rgatadigan, ishlaydigan ish. Senga shuncha soatiga menimcha to'layapti deb olib borishyapti. Soatga borganingdan keyin nima bo'lishi vashe bizga noma'lum. Ko'rganmisan, kinolarda bo'ladi, barlarda, karaokelarda o'tiradigan qizlar mana shunaqa ish bu deyishyapti. Men vau dedim. Bir pas esankirab qoldim, xuddi hozirgiga o'xshab. Kinolarda bo'ladigan narsalar men bilan hayotda sodir bo'lishi boshlagani uchun men o'sha kars o'rtoqlarim bo'lmaganda hozir nima bo'lishini tasavvur qilishga ham qo'rqaman. Shunaqa narsalar bo'ldi. Men Koreya qanaqa taktika bilan ishlashini tushunib oldim. Men o'zimga savol beraman. Xo'p, hozir men telefon qilsam, telefonni olgan odam men bilan suhbat o'tkazadigan bo'lsa, men nima orqali ularga o'zimni predlagать qila olaman, qanaqa o'zimni PR qila olaman. Sen talabasan, Koreya jamiyatini bilmaysan, hisob-kitobda ham unaqa dahshat emassan, qo'lingda qanaqadir katta navikalarni nima qila olasan. Meni yagona qila oladigan narsam ikkita edi. Bu birinchisi koreys tilini yaxshi bilganim, ikkinchisi koreys tilini yaxshi bilgan holatda odamlarni yaxshi gapga sola olardim. Men o'zimni rayonim atrofidagi molda krossovka sotadigan magazinni e'lonini ko'rib qoldim. Ularga vaqtinchalik part-time ishlaydigan, biz tilda arbayt deyiladi u narsa, arbaytga ishlaydigan yosh qiz kerak, assistent, chunki bizani ko'p yugurtirishardi. Sklad taxlash, krossovka sotish, ularni damchangini artish, do'konni ochib yopish va hokazo. Men bordim. Koreys tilini yaxshi bilishimdan konishtaga hayratda qolishdi. Menga okey ishlab ko'ring, o'rningizga odam topgunimizcha, hozir bizga srochno odam kerak deb ishonib-ishonmasdan olishdi. Chet ellik qiz nimani epla oladi deb. Bu meni Koreyadagi birinchi qilayotgan pul uchun ofitsialniy ishim bo'lgan. Men o'tda не только что 2 hafta yoki 1 hafta, 2,5 oy ishlaganman. Chunki ishni yaxshi qilganman. Mijozlarni ushlab qo'yganman. Gapiraverardim. O'sha orasida koreys tilim ham yana ham o'sishni boshlagan. Sotuv qobiliyati kuchaygan. Kerak bo'lsa, men menejerimdan ko'proq oylik olishni boshlaganman. Nimani hisobiga? Men yoz payti boshlanganda kanikulda bosib faqat ishlayman deganman.
hech narsaga qaramaganman, faqat ish, hech qanaqa to'gari, uyga qaytib kelish, borib kelish degan narsalar yo'q. Men hozir bilaman, kanikulda pulni qilib olishim kerak keyingi semestrga. Ana o'shanda men ishlashni boshlaganman. Molda o'sha biz 6-qavatda sotardik. Krossovka magazinlar borda, Adidas, Puma, maniki, Skecherslar, Crocslar. Hamma o'sha etajda o'tiradiganlar o'zi meni yaxshi tanib qolishgan. Chunki men liftda hamma bilan so'rashardim, hammaga yaxshi muomala qilardim. Ko'rishib turardi, salom alaykum bo'lardi. Kars tilini yaxshi biladigan chet ellik qiz-ku deb qo'lligi bilan ko'rsatish boshlashgan. Men o'sha yerda men yaxshi ishlaganim, keyingi semestrga pul qilib olishimga ham menga yordam berdi. To'g'ri, Koreyaga koreys tilini bilmasdan ham ketsa bo'ladi, lekin koreys tilini bilmasdan yashash buni javobi 0 ga teng. Men sizga tushuntiraman. 90 ga 0 qo'shsa nima chiqadi? Yoki ko'paytirsa. Ko'paytiruv amali bilan buni isbotlash yaxshiroq. 90 ga 0 ko'paytirsangiz 0 chiqadi. 100 ga 0 ko'paytirsangiz 0 chiqadi. Ya'ni sizni bitta qo'lingiz qarsak chalishga tayyor bo'lsa ham, ikkinchi qo'lingiz bunga tayyor bo'lmasa, qarsak chiqmaydi. Ya'ni siz Koreyaga ketyapsiz, u bitta taraf. Siz Koreyaga orzularni amalga oshirishga ketayotgan odam ikkinchi tarafsiz. Agar siz Koreya xohlayotgan narsani ularga bermasangiz, oxir-oqibatda sizning orzularingiz ham filtrdan o'ta olmaydi. Bu oddiy matematika. 0 ga necha sonni qo'shsangiz ham, ko'paytirsangiz ham baribir 0 chiqaveradi. Xuddi shunga o'xshab, Koreyaga koreys tilini bilmagan odam borsa, orzu qilyapti. Pul topmoqchiman, zo'r bo'lib ketmoqchiman, qaytib kelganimda uylar qurmoqchiman deb, lekin sen koreys tilini bilmasdan Koreyaga boryapsan. Ularga seni nima keraking bor? Oldin sen Koreya jamiyatiga koreys tilini bilishing bilan, o'zingni biliming bilan bor, keyin orzuni almashasizlar. Agar men Koreyaga koreys tilini bilmasdan boshqa yo'llar bilan ketgan bo'lganimda, birinchi o'chirda men u yerda yashab qola olmasdim. Do'st orttira olmasdim. Leksiyalarni tushunmasdim. Ish topa olmasdim. Va eng muhimi, meni hayotimga ijobiy ta'sir qiladigan odamlar bilan oddiy общаться qilishga ham koreys tili kerak. Muloqot bo'lmasa qanaqasiga? Agar o'sha do'stlarim meni bo'lmaganda, men hozir miyamni bitta chetiga harakat qilaman tasavvur qilishga, o'sha karaokega borganimda nima bo'lardi? Men chet ellikman. Meni u yerda hech kimim yo'q. Men bilan любой narsa bo'lib ketishi mumkin edi. любой narsani sodir qilib yuborishligi mumkin edi. Даже meni qo'pol qo'yadigan o'ligimni ham topa olmaydigan ahvolga keltirish mumkin edi. Kimman men u yerda? Hech kimman. Tanishi yo'q, qarindosh urug'i yo'q, ota-onasi uzoqda, o'zi chet ellik. Men u yerda yo'q bo'lib qolsam, o'ylamayman, что Koreyani 52 million aholisi, O'zbekistonni 30 milliondan oshiq aholisi bitta odamni qidirishga safarbar bo'ladi deb yo'q. O'zing uchun o'ylayaptimi? O'zingiz ehtiyotingizni o'zingiz qilib borishingiz kerak ekan. Ehtiyot qilish uchun koreys tilini yaxshi bilish kerak. Tasavvur qilish qiyin. U yerda men bilan yana qanaqa korxonlar sodir bo'lishi mumkin edi degan savolni bersam. Yaxshi universitetda faqat zo'rlar o'qiydi. Raqobat ham shunga yarasha bo'ladi. Men raqobatga kirishayotganimda yana koreys tilini o'zimga qalqon qildim. Qanaqa qilib? Men tushunmayman, что Iowa Women's University bu juda aqllilar va juda boylarning qizi o'qigan universitet. Ular yaxshi ta'lim olishgan va Koreyada 12 yillik majburiy ta'limda o'sha universitetni juda ham ko'p qismlarini o'tib kelishgan. Men bo'lsa o'zim vatanimda umuman Koreyaning sistemasiga o'xshamaydigan joyda o'qib kelib, hozir o'sha qizlar bilan, o'sha talabalar bilan, zo'r qizlar bilan raqobat qilishim kerak. Yo'q, qo'limdan kelmaydi. Men buni allaqachon bilib bo'ldim va tan oldim. Men hech qachon universitetda koreys kursdoshlarimdan zo'r bo'la olmayman. Lekin qanaqadir qilib vijvat qilish kerak, baho olish kerak, semestrlarni yopish kerak. Nima qilsam bo'ladi? Meni xayolimga zo'r ideya keldi. Men o'zim yaxshi PR qilishim kerak. Qanaqa qilib? Men doim leksiyalarga kirganda chet ellik, xorijlik o'quvchilar bilan emas, imенно koreyslar bilan team buildinglarni qilardim. Bizani komandaga bo'lish, prezentatsiyalar o'tkazish, ilmiy ishlar yozish uchun komandalarga bo'lishgan mahallarda hech qachon chet elliklar taraf bo'lmasdim. Chet elliklar koreyslar bilan raqobatdan qo'rqib, tili ravon bo'lmagani uchun, maragisi kuchli bo'lmagani uchun o'zinikilar bilan jipslashib olishardi. Xitoylar bilan, Yaponlar bilan, Amerika, Yevropa taraflar bilan jipslashib olsa, men tiqilib kirib koreyslarning ichiga kirib olardim-da. O'sha gruppadagi yagona chet ellik o'zim bo'lardim. Nima uchun qilardim bu narsani? Chunki koreyslar bilan raqobat qilganda men o'zimni professorlarimga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lganman. Qanaqa qilib? Doim yaxshi baho olish uchun bilimni o'zi kamlik qiladi.
Biza boshqa yo'ldan yurishimiz kerak. Men nimaga harakat qilardim? Team buildinglarda imенно koreys o'rtoqlarim bilan birga bo'lib, ularni, ya'ni professorlarni ko'ziga tushishga, nazariga tushishga, xudo behuda savollarni berib, o'zimni shu yerda borligimni eslatib qo'yishga. Что men shunaqa qilardim. Har darsda, ayniqsa eng qiyin fanlarda dars davomida ustoz, to есть professorimiz savolinglar bormi deganda, men qo'limni ko'tarib, xudo behuda jinisangacha savollarni berishga harakat qilardim. Bu yerda o'zim aqlliligimni isbotlashda emas, maqsad ular meni tanib qolishi kerak edi. Ular meni siluetimni, meni kimligimni, meni ism familiyamni bilib qolishi kerak edi va menga baho chiqarib berayotganda, bu anu qiz edi deb подсознательным уровеньda menga yaxshiroq baho qo'yib berish kerak edi. Men shu narsadan foydalanganman. Team buildinglarga keladigan bo'lsak, men koreys o'rtoqlarimdan ko'proq narsa o'rganardim, даже если qiyin bo'lsa ham. Chem borib qo'ylarning orasida bitta qo'chqor bo'lgandan ko'ra, bo'rilarning orasidagi qo'y bo'lishi men afzal ko'rganman. Shuncha o'zimni doim bo'rilarning orasiga otardim. Team buildinglarimizda menga juda ham qiyin bo'lgan. Koreys o'rtoqlarim juda ham men bilmaydigan terminlarda gaplashishardi. Shiqillatib nimalardir yozib tashishardi. Klaviaturada qaysidir sekundlarda bitta butun referatni albom varog'iga yozib tashishganda men просто nima qilishimni bilmay o'tiraverdim. Baribir men koreyslar bilan birga team building qilardim. Prezentatsiya davomida professorlar meni chet ellik talabani chet elliklarni orasida emas, koreyslarni orasidagi chet ellik qilib eslab qolishardi. Men o'shalarning hisobiga yuqoriroq baho olardim. Aynan o'sha o'zimni tanitish, o'zimni borligimni eslatib qo'yish hisobiga hech qachon bitta fanni ikkinchi marta o'qimaganman. Chet elda o'qiydiganlar ko'pchilik biladi, agar bizga F qo'yib berilsa, bu fan yopilmadi degani va bu fanni siz qaytadan o'qib berishingiz kerak. Qaytadan o'qib berisham, sizga aytsam pul turadi. Har semestrda siz 6 tadan 7 tagacha fan oladigan bo'lsangiz, to'layotgan kontraktingiz ham o'sha summaga bo'lib tashaladi. Agar men bitta fanni 2 marta o'qisam, 2 marta pul to'ladim degani. Bu eng kamida $300 o'zini ichiga oladi. Men bunaqa bo'lishini xohlamagandim. Bittada sirliq o'tib ketishim uchun mayli zo'r bo'lmay, A+ olmay o'sha fandan F olmasam bo'ldi. C, D, B- qilib o'tib ketardim. Koreyada ishlab yurganimizda faqat menga qiyin bo'lmagan. Любой chet ellik, u Vyetnamlik bo'ladimi, Taylik bo'ladimi, qaysi mamlakatdan bo'lmasin, endi asosan Yevropa va AQSh mamlakatlaridagilar uncha qiynalishmagan, chunki Koreyaning narxlari ularga muqobil edi. Lekin menga o'xshagan Osiyo, Sharqiy Osiyodan kelganligi ham birdek qiyin edi. Men buni qattan bilganman. Любой ishga kirgan vaqtimda xuddi menga o'xshab chet ellik, o'zini o'zi qoplaydigan va o'zini xarajatlari uchun ishlab yuradigan odamlar bo'lardi. Ayniqsa ovqat biznesi, ofitsiantlik yoki bo'lmasam o'sha idish-tovoq yuvish ishlarini qilgan vaqtimizda обязательно men o'sha yerda Taylarni, Vyetnamlarni, Filippinlarni ko'rardim. Lekin ularga itdan battar muomala qilishardi-da. Chunki ular na koreys tilini, na ularni xo'rlashayotganini, na ularga ajratib muomala qilishayotganini sezishmasdi ham. Menga hech qachon unaqa muomala qilisha olmagan. Men koreys tilini yaxshi bilardim. Boshidan kelganimdan menga qanaqa muomala qilish kerakligini aytib qo'ygandim. Uncha ish qilmasdim. Bir marta shunaqa bo'lgan. Go'sht qovuradigan kafeda ishlayapman. Matchip deydi bu narsani bizning tilimizda. Go'sht qovuradigan joy, u yerda doim tutunlar, gazdan zaharlanish mumkin, og'ir ko'mirlarni yoki bo'lmasa qozonlarni joyidan siljitish kerak va hokazo. Odam ko'payib ketganda o'sha yerda bir-biriga chiroyli muomala bo'lmaydi. "Obka, qattasan, anuni olib ber, mana bunaqa" degan narsalar baqir, chaqir. Hamma shoshgan, hamma yugurgan, tim bo'lib karsa tez ishlashadi. O'tda bizanikilarga o'xshab kafeda o'tirsangiz 15-20 minutdan keyin emas, 3 minutdan keyin ovqat kelmasa bo'ldi, odam joyidan turib chiqib ketadi. Mana shunaqa vaziyatda ishlayapmiz. Menga ham baqirishdi. "Olib kelmaysanmi?" deb. 8 ta stol, dumaloq, har bittasida 4 tadan odam o'tirganda, birinchi etajda tasavvur qiling, nechta odam o'tiribdi. Shuna fartugimni yechganman-da, oshpaz borib bariga qarab otib, ishini ham ko'kimga tiqib chiqib ketganman. И какао tokdan yozyapman. Men sizlarning zavedeniyalarda mamuncha soat ishladim. Menga положенный bo'lgan oyligimni berasan, oramiz ochiq, men san joyingda boshqa ishlamayman deb. Menga shunaqa esnaskat. Yichingu는 한국말 잘하구나. Bu degani koreys tilini yaxshi bilar ekansan deb. "Ne, kroussmida." Shunaqa deb javob berganman. O'tda agar siz koreys tilini bilsangiz, qonun kim bo'lishingizdan qat'iy nazar faqat siz tomonda bo'ladi. Chet ellik emasmisiz farqi yo'q. Lekin bu narsani tushunish uchun tilni yaxshi bilish kerak. Har qanaqa ish farroshlikdan tortib idish-tovoq yuvilishigacha koreyslarda shartnoma asosida bo'ladi. Va meni shartnomamga mayda chiziqlar bilan yozib qo'yilgan. Ishdan o'zini xohishiga ko'ra bo'shash mumkin, lekin ishlagan soatlari albatta to'lab beriladi deb. Bu narsa menda bitta example, mana bosimda bitta exampleda turardi. Men o'shanga qo'l qo'yganman, uni pechati ham bor. Nimadir unaqa qilsa
저기요, 여보세요, 여기 있습니다. ko'rsatish mumkin. Bu narsani hamma ham bilmasdi. Qanchadan qancha chet elliklar bor o'zini pulini ola olmagan, ko'chada qolib ketgan. Sizlar ham bir marta bo'lsa ham eshitgansizlar. Arbait qildim, menga bo'lsin pulimni bermadi yoki va'da qilingan pulni bermadi. Nimaga? Qatga borib arz qilasan, baribir hozir men senga pulingni bermasam deydi-da. Men qatga arz qilishni juda ham yaxshi bilardim. Vaziyatni ham yaxshi tushuntirib berardim. Bo'lmasam men birinchi marta Koreyaga borganimda, birinchi sezonda oq qarg'ada aytib berganman. Esingizda bo'lsa, birinchi marta Koreyaga borganimda meni 4 soatdan 6 soatgacha bojxonada ushlab qolishgan. Noqonuniy kelyapti deb o'ylashgan, ikkita vizalar, bilasizlar uni o'sha aytib berganman. Ana o'sha yerda vaziyatni aytib tushuntirib berganman-da. O'shanda ham karsilni yaxshi bilardim. Vaziyatni to'g'ri tushuntira olsangiz, aytganimdek qonun faqat siz tomonda bo'ladi. Bu yerda kim haq, kim nohaqligini farqi yo'q. Siz to'g'ri tushuntirib bilishingiz kerak. Koreyada shuncha yashadim, faqat yomon tomonlarini ko'rishni xohlamayman. Koreya menga unutilmas davrni sovg'a qildi. Chunki men bemalol o'zimni to'ldirib aytishim mumkin. Meni talabalik davrim oltin davr bo'lgan. Men chet elda, Seulda, poytaxtda eng chiroyli universitet, eng katta joylar, eng chiroyli kafelar, eng zo'r odamlar bilan bitta zamonda yashaganman. Menga universitet juda ham ko'p narsani berdi. Lekin tanganing ikkinchi tomoni bo'lganda, men o'zimning tinglovchilarimga uy tomonni ham, bu tomonni ham aytib berishim kerak. Men hozir haligacha eslayman, birinchi marta Koreyaga borgan parizod bilan bitirib chiqib ketayotgandagi parizodda juda katta farqi bor. Birinchi parizod, to'p tushunishingiz uchun, boryapti, dor ip tortilgan, ko'zim boylangan, shu yerdan yur deyapti. Men aytaman, men dorda yurishni bilmayman. Ular menga aytishadi, nima kelding bo'lmasam, menga boshdan o'rgatasizlar deb o'yladim. Xohlasang o'rgan, xohlamasang yo'q. Endi bitirib chiqib ketayotganimda menga olovdan yurish bo'ladimi? Boshimga olmani qo'yib qo'yib pichoqni otishadimi? Sirk bo'ladimi? Otminamanmi? Farqi yo'q. Men o'zi hamma narsaga tayyor edim. Libochasiga qilib ketaverardim. Koreyaga birinchi marta borganimda men hattoki dars jadvalini qotganimda ham qiynalardim. Chunki sizlarda shunaqa narsa bo'ladiki, 26 mingta talaba o'zini dars jadvalini o'zi yaratishi kerak va o'ziga qulay bo'lgan leksiyani qo'yish kerak. Sizga soat 13:00 da ochib beriladi leksiyalarni registratsiya qilish. Men 2,5 yil qiynalganman o'sha narsani. Hech qachon o'zim xohlagan leksiyani ola olmasdim, chunki ishim bilan o'qishimni jadvalni to'g'ri qo'yishim kerak edi. Bu narsada no'noq edim. 3-kurs oxirlarida, ikkita semestrim qolganda, 4-kursga o'tganda bitta barmog'im bilan qiladigan bo'lganman. Men xohlagan fanimni olardim, xohlagan leksiyamga kira olardim. Hattoki kim bilan o'tirishimni ham tanlay olardim. Chunki sistema meni shunga o'rgatdi. Biroz o'zimda saqich chaynab qilib o'zimni oxirgi semestrda qanchalik mazza qilib leksiyalarim olganimni eslayman. Vaholanki 1-kursda qo'rqib, qaysi tugmachani bosish kerak, endi nima qilaman? Yo'q, unaqa emas. O'sha oxiriga borib, men bizan tilda asli bo'lib ketgan edim. Hamma narsada. Dars jadvali olishda, o'qituvchilarni ko'ndirishda, diplom ishi yozishda, ish topishda, PR qilishda, oyligimni vaqtida olishda, uni ko'tarib berishni so'rashda, menga kimdir zarar yetkazmoqchi bo'lsa, politsiyaga qanaqa arz qilishda, unaqa narsalar juda ham ko'p. Xohlasangiz keyingi sonlarda ham aytib berishim mumkin. Men bitta narsani tushunib yetdim. Koreya orzular mamlakati emas. U shunchaki potensial ochish uchun ochiqish vazifasini bajargan. Men grafiti bor qalam edim. Lekin nimagadir O'zbekistonda o'sha qalamni yoza olmaganda. Даже если u eng buyuk daraxt bo'lgan chinordan qilingan bo'lsa ham, ichi to'la qimmat grafit bo'lsa ham, men nimagadir yozilmagan qalam bo'lganman. Koreyaga borgandan keyin Koreya meni qalam bo'lganman ochgan. Endi tasavvur qiling, qalamni ochish uchun nima qilish kerak? Uni yarmidan yoki nechadir foizdan ayirish kerak, qirish kerak, chaynash kerak, мясорубкаdan o'tkazish kerak. Mana shu narsa Koreya menda mana shu narsani qila oldi va qalamning uchi shunaqa darajada o'tkir bo'ldi, любой joyga teshib kiradigan bo'ldi. Mana shu narsalarni menga Koreya o'rgatdi. Men o'tda olgan bilimlarim bilan dunyoni istagan mamlakatida yashay olaman. Chunki Koreyada shu qadar qiyin bo'lganki, boshqa istalgan jamiyat o'zi meni hayron qoldira olmaydi. Odamlari bilan, sovuqligi bilan yoki katta kichkina pullari bilan, talofatlari bilan mendan 80 kilometrcha uzoqda Shimoliy Koreyani naqasi bo'lgan, chegarasi bo'lgan. Portlashda tez-tez bo'lib turardi. Men o'shalarni ham ko'rganman. Korona paytida men Koreyada bo'lganman. Qancha odam o'lib, qancha odam uyiga ketib migratsiya qilib yurganda ham Koreyada bo'lganman. O'sha paytda ko'rmagan narsa qolmagan. Mana shu narsalarning hammasini Koreya ko'rsatdi va menga aytdi:
Sen jangga tayyor bo'lding, orzularing deb kelding. Men seni ozgina qiynayman, lekin o'zing xohlagan narsani olasan. Va men o'shaning uchun Koreyada qiynalganimga hozir afsuslanmayman. O'sha vaqtda ko'p o'zimga savol berardim. Nima uchun men bilan bu narsalar sodir bo'lyapti? Men ko'p marta o'ylaganimda, nimagadir buni menga berilgan jazo deb o'ylagan ekanman. Qiynalishlarni, beginasirash, turtkilash, pul yetkaza olmaslik, och qolish, kechasi uxlamasdan dars qilish yoki bo'lmasam men o'ylagan Koreya men o'ylaganimdek bo'lmaganligi, hammasini o'ylaganman. Hozir taroz pallasiga qo'ysam, bu narsalarning hammasi kerak bo'lgani uchun sodir bo'lgan. Va men qaysidir ma'noda miyamni bitta chetida podsoznательный уровеньda men bu narsalarga tayyorman deb aytganman va Koreya meni potensialimni ochishni boshlagan. Chunki men hech qachon oson pullarni, oson keladigan narsa xohlamaganman. Men xudodan meni potensialim ochilishini xohlaganman. Niyatga yarasha bo'ladi. Potensial ochish uchun albatta sinov bo'lish kerak. Potensial ochish uchun qanaqadir qiyin ishni amalga oshirish kerak. Zo'r bo'lib ketish uchun yolg'iz kurashish kerak. Mana shu narsalarning hammasi men bilan sodir bo'ldi. Hozir men Koreyadagi texnologiyalar, o'ta o'rgangan narsalarim, o'ta men bilan qolib ketgan xotiralar orqali любой sayohatga chiqamanmi, komandirovkaga boramanmi, hech ham qiynalmayman. Любой joyga borib, hech kim yordamsiz nimalardir bir-biriga bosib, o'zimga kerak narsani hammasini qila olaman. Koreya menga shunaqa imkoniyat berdi. Chunki u tezkor mamlakat. Amerikada yoki Yevropada qanaqadir o'yin chiqsa ham birinchi bo'lib Koreyaga test qilishga berishardi. Nima uchun? Koreyslar test qilishardi. Любой yangi chiqqan narsani menga professorlarim shunaqa deyishardi. Любой dunyoda yangi chiqqan narsani pullashdan oldin Koreyani aholisiga testga berishadi. Chunki Koreyani aholisi juda pashshadan ham filyasiydigan, o'ta talabchan, juda ham tez, hamma narsani kirch-kirgacha o'rganib chiqadigan va o'sha katta pulga aylanish kerak bo'lgan narsani zo'r test qilib beradi. Test qilib beradi. Mana o'shaning uchun ham любой yangi chiqqan narsani Koreyaga testga berishadi. Bizdan o'tgandan keyin bizning feedbacklarimiz bilan dunyoning boshqa joylariga chiqadi. Yo sizlar nima bilmasmidinglar, Dubaydagi Burj Xalifani dizaynini koreyslar qilib berganini. Yo sizlar bilmaysizlarmi, hozir Google'da AI Smart ochkilari chiqyapti. Uni dizaynini Koreyadagi mashhur Gentle Monster kompaniyasini dizaynerlari qilib berayotganini. Yo sizlar bilmasmidinglar, 2025-yilda 11 milliard dollarga yetadigan kosmetikani Koreya yetkazib berganini butun dunyoga. Kichkina davlat bo'lgani bilan Koreyada o'rgansa bo'ladigan narsa juda ham ko'p. Lekin bu siz qaysi tomondan qarashingizga bog'liq. Agar siz til bilmasdan yoki bo'lmasam o'zingizdan past yoki o'zingiz bilan baravar bo'lgan odamlarning oldiga borib yo'lingizni davom ettiradigan bo'lsangiz, o'sha yerda qolib ketaverasiz va Koreya sizga it go'shti yeydigan, madaniyatlari sizga to'g'ri kelmaydigan, turtkilashlar, bemaza ovqatlar, sassiq kanalizatsiyani hidi keladigan mamlakat bo'lib ko'rinadi. Lekin meni ko'zimda u imkoniyatlar, ayollarni, erkaklarni, bolalarni haq-huquqlarini doimiy ravishda normal himoya qiladigan, o'sish uchun hamma narsani test qilib ko'radigan va insonlarni yashashi uchun istalgan nuqtadan sharoit topib beradigan mamlakat bo'lib esimda qolgan. Men koreys tilini bilganim uchun aktrisa, model bo'lganman. Juda ham sizlar ko'p ko'rgan, uchrashishni orzu qiladigan insonlar bilan bitta grimyorkada meni makiyaj qilishgan. Reklama kompaniyalari, radioda boshlovchi bo'lganman. Koreyada ajoyib ayollarning huquqlarini himoya qiladigan siyosiy partiyalar meni universitetni bitirishgan va ular menga so'mbey deyiladi. Bizani kattalarimiz. Ular bilan uchrashuvlar bo'lgan, katta investorlar, Samsung kompaniyasini bosh menejerlari bilan ko'rishish bo'lgan, tarjimonlarga chiqqanman. Bu qaysi tomondan qarashingiz va o'zingizni til bilish qobiliyatingizni qanchalik ishlatishingizga bog'liq. Agar u sizda yaxshi rivojlangan bo'lsa, u sizga juda ham ko'plab eshiklarni ochib beradi va siz Koreyani o'zingiz xohlagan tomonni ko'rasiz. Men hali borganimda tilim no'noq bo'lgan, Koreya jamiyatiga yaxshi moslashmagan va o'zimni mentalitetlarimni qobig'iga o'ralib qolgan, ko'p narsani mumkin emas deb o'ylagan bo'lganligim uchun Koreyada boshida qiynalganman. Lekin bittama-bitta bu qo'rquvlarim bilan ishlash natijasida men qaysi eshiklarni ocha olaman, qanaqa qilib kira olaman, maqsadlarimni amalga oshirish uchun menga nima yetishmayapti degan savolni berganman. Menda bo'lmaydi, menda o'xshamaydi emas. Menga mana shu narsa kerak. Uni olishim uchun men nima qilishim kerak degan savolni qo'yishni boshlaganman. Vaholanki men ham katta orzular qilishga qo'rqqan vaqtlarim ko'p bo'lgan. Ko'ryapman, odam qilgan ishni odam qilyapti. Men tengilar, menga o'xshagan ikkita qo'li, ikkita oyog'i bor qizlar katta olamshumul ishlarni qilishyapti. Men shunaqangi bitta oddiy prostoy qiz bilan o'qiganman. U milliard kompaniyaga buxgalter bo'lib kirgan, o'sha yerdagi hamma ishlarni biladigan zo'r qiz bo'lgan. Juda ham oddiy bo'lgan uni ko'rinishi.
Biz Koreyada chunki mana shunaqa narsaga o'rganganmiz. Kimdir kiygan kiyimi, qo'lda taqqan soati bilan emas, nechta kitob o'qigani, qaysi universitetda diplomi borligi bilan bahslashardik. Bir-birimizga maqtanardik. Shunaqa odam bilan o'qib men aytganman, "Ha, oddiy qiz, mendagi qiz qilayotgan ekan-ku. Meni ham demak qilishimga hech qanaqa to'siq yo'q ekan" deb bu narsani olib tashlashga va katta orzularni normal qabul qilishga o'sha yerda o'rganganman. Hayotda qiziq narsalar ko'pda. Biz o'ylaymiz, hozir mana shu bitta maqsadni amalga oshirsam bo'ldi, meni hayotim zo'r bo'lib ketadi va men hech narsa xohlamayman deb. Aslida unaqa emas. Siz istalgan bitta orzungizni amalga oshirganingizdan keyin, xohlasangiz, xohlamasangiz, ikkinchisi, uchinchisi, beshinchisi, 120-chisi orqasida qatorlab turishni boshlaydi. Xuddi shunga o'xshab, meni Koreyaga yetib olishim bitta katta hikoya bo'lgan bo'lsa, Koreyadagi hayotim bitta hikoya bo'lgan bo'lsa, uni o'qishni bitirganimdan keyingi hikoya ham juda ham qiziqarli. Men Koreyada universitetni bitirganman. Imtiyozli, hech qanaqa muammolarsiz. Qanaqa bitirganimni o'zim yaxshi bilaman, lekin o'sha diplomni oxiri qo'limga olganman. Boshida juda ham ikkilanganman vatanimga qaytmaslik haqida. Chunki esimni taniganim, menga imkoniyatlar ochilgan yosh bu Koreyada bo'lgan. Men Koreya jamiyatida katta pul topishni boshladim. Men Koreya jamiyatida o'zimni qanaqadir muhim ishlar qilishimni va jamiyatga mendagi kadrlar kerakligini his qildim. Uyimda yurgan, ota-onamning himoyasida yurgan qiz emas, haqiqiy shaxs bo'lib, Koreyada yetishilgan bo'lganligim uchun, yetilgan dovcha o'rik bo'lganligim uchun Koreyadan ketish men uchun ancha o'ylanarli bo'lgan. Juda ham ko'p dilemmaga tushganman. Har tomonlama o'ylaganman, lekin baribir vatanimga qaytib kelishga qaror qilganman. Men o'zimcha yana katta orzular bilan vatanimga qaytyapman. Men Koreyada kommunikatsiya media sohasida o'qidim. Zo'r universitetda diplomini olib kelyapman. Hozir kiramanda Любой o'sha telekanalga men prodyuserman. Zo'r ko'rsatuvlar qilamiz deb o'zimcha kinematografiyani oyog'ini osmondan qilmoqchiman. O'zbekiston kanallarida qo'yiladigan bema'ni va beta'sir ko'rsatuvlarni olib tashlab, o'rniga dahshatlarni, reytinglari zo'rlarini qo'ymoqchiman va kelganimdan keyin kanallarga ish qidirib borish va o'zimni tavsiya qilish boshlandi. Hech kimsan demagan. Meni zo'r universitetda bitirganim, buni faqat men bilganman, u emas. Seul qayerda, Koreya qayerda, sen universitetga qayerda, sen o'zing kimsan degan vzglad bilan qarashni boshlashgan. Men keyin bilganman, o'zi bir marta koreys tilini o'qishimdan oldin boshqalarga men uchun qaror qabul qilishligiga ruxsat berganman va juda ham ko'p noxush voqealar bo'lgan. Endi kimdir meni hayotimga aralashishiga, qanaqa kasbda ishlayman, kimni qo'lida ishlayman, aralashishiga yo'l qo'ya olmasdim, chunki Koreyada allaqachon mustaqillik va erkin odam bo'lishga o'rganib bo'lganman. Qarayapman, men orzu qilgan peyzaj, men orzu qilgan rasm yo'q. Shundan keyin men men qo'limdan nima yaxshi keladi? Koreys tili. Nima uchun? Men Koreyada o'qiganman. Universitetda diplomi bor. Men u yerda ishlaganman, o'qiganman, hamma narsasidan xabarim bor. Endi shu narsa meni boqishi kerak. Men prosta o'tirib O'zbekistonga keldim. Shu Koreyada olgan bilimlarim juda ham ko'payib ketdi. Qarasam o'zbekistonliklar Koreya haqida unchalik real, filtrsiz ma'lumotga ega emas ekan. Shuni blogga olib chiqsamchi deb o'ylaganman. O'sha doli sekundlarning ichida, haligacha esimda, 2022-yil sentyabr oyi oshxonada o'tirganimizda meni xayolimga Haybay Koreya akkauntini ochish kelgan. Tushunishlik uchun men buning uchun o'ylab, qiynalib, nima qilsam ekan, nima qo'ysam ekan, yuzurnimimni tanlash, umuman unaqa narsa bo'lmagan. Men prosta o'ylaganman, Haybay Koreya bo'ladi. Hay Koreya deb boshlaymiz, Bay Koreya deb tugatamiz. Nima bo'lsa bo'ldi, qani tavakkaliga boshlaymiz deganmiz. Hozir oldinglarda Haybay Koreya 200 mingdan oshiq auditoriya Instagram, 200 mingdan oshiq auditoriya YouTube, 50 mingdan oshiq auditoriya TikTok. Ikkinchi, uchinchi akkauntlarim ham o'ziga yarasha yaxshi ketyapti. Haybay Koreya nomidagi o'quv markaz, ikkita filial bilan hozircha bir necha onlayn kurslar muallifi va juda ham ko'pchilik insonni motivatori, mentoriga aylangan inson. Men Koreyada shunchalik yashab O'zbekistonga kelyapman. Конечно, men bilardim, O'zbekiston bilan Koreya tubdan farq qiladi. Aynan shuning uchun men Koreyaga ketishni va potensialimni u yoqda ochishni xohlaganman. Lekin baribir qalbimda umid bor edi o'zgargan narsalar bo'lishiga. Va men Koreyada juda ham tez harakat qilishga, nafas olsam ham pul topishga, vaqtni ketinib vaqtga ulab, o'sha vaqtda nimadir qilishga o'rgangan odam O'zbekistonga kelyapman. Gavay oroli, Maldiv, hamma sekin, bemalol, joydan ho'plab,
bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa to'zib ketadi. 0.75 ga qo'yilgan tezlikda. Men o'ylayman, odamlar nimaga harakat qilmayapsizlar? Davaychi tezlashinglar. Vaqtingiz ketdi, umringiz ketyapti. Biz Koreyada shunaqa tez o'ylardik. Yo bo'sh vaqtimizda o'qirdik, yo bo'sh vaqtimizda pul topardik. Men agar Koreyada bir kun arabaytga chiqmay qolsam, qancha pul yo'qotdim, qancha vaqt yo'qotdim deb hisoblab o'tirardim. O'zbekistonga kelsam, sizlar o'zinglarni bo'sh qo'yib yuborgansizlar. Men o'rningizga siqilishni boshlaganman. Tezroq. Aka menga hamma g'alati qarash boshlagan. Qaqishvoz, nima qilvoz? Nima kerak shuncha narsa? O'rganish qiyin bo'lgan juda ham. Koreya meni allaqachon o'zi qanaqadir programmalashtirib qo'ygandi miyamni. Men bo'sh o'tira olmasdim. Nimadir qilish kerak, nimadir boshlash kerak, ochish kerak, yo yopish kerak, jim o'tirish kerak emas. Mana shu narsa menda katta tafovut uyg'otgan. O'zbekistonda haddan tashqari hayot sekin, juda ko'p narsa oson, murakkab bo'lmagan, lekin shunda ham odamlar ko'p imkoniyatlardan foydalanmayotgani meni esdan kiritib qo'ygandi. Bilasizmi, men yaqinda ham Koreyaga borib qaytdim. O'zbekistonda o'zim ijodimni qilayotgan bo'lsam ham, Koreya meni ajralmas qism. U yerda meni do'stlarim, men bilgan jamiyat hammasi bor. Va ishontirib aytishim mumkinki, istalgan kompaniya men bilan xohlagan vaqtda shartnoma tuzib, Koreyada qolishimga, u yerda ijod qilishimga imkoniyatlarim to'lib yotibdi. Lekin men bu ishni qilmayman. Nima uchun degan savol. O'zbekistonda o'zim bitirgan sohada emas, umuman boshqa sohada ishlab, shuncha obro' e'tibor, meni yaxshi ko'radigan insonlar va auditoriyani yig'ishimga bitta narsa turtki bo'lgan. Katta potok energiya. Ya'ni men hozir meni ko'rib turgan hammani, jamoam, men bilan ishlaydigan xodimlarim, meni eshitayotgan va menga o'xshashni orzu qilayotgan minglab yoshlarni bitta narsa bilan boyitib boraman. Koreys tiliga bo'lgan muhabbat energiyasi. Bu til yaxshi ko'radigan odamlarning tili. Bu til yoqimli til. Bu til insonlarni bir-biriga birlashtiradigan, yoqimtoy qilib qo'yadigan, yumshoq qilib qo'yadigan, sizni o'zingizga mehr ulashadigan til bo'lganligi uchun va men mana shu tilni sevgan bo'lganligim uchun shundan doimiy ravishda energiya tinmasdan ajralib chiqadi. Va mana shu narsa men va menga o'xshagan koreys tilini yaxshi ko'radigan insonlarni birlashtiradi. Biza boshqa tillarga o'xshab sertifikat olish uchun, ota-onamiz majbur qilgani uchun, shu tilni bilib imtihonga kirib chiqish kerak bo'lgani uchun emas, yaxshi ko'rganimiz, uni eshitganda yuragimizdagi mayda torlarni cherta olgani uchun, shu tildan biza orom olganimiz uchun, taskin topganimiz uchun o'rganamiz. Aynan shu meni O'zbekistonda qolib, bu narsani kattalashtirishga undadi. Men o'rgatayotgan talabalarning oqimi kundan kunga ko'payayotganini sezganimda, o'sha mahal birinchi boshlaganimda men aytganman. Meni oldimda yangi missiya paydo bo'ldi. To'g'ri, men Koreyadan O'zbekistonga qaytganimda ham juda ham katta media sohasida ishlar qilmoqchi bo'lganman va media magnat bo'lishni xohlaganman. Hozir ham orzu bor. Lekin undan oldin meni oldimga shunaqangi katta missiya qo'yildiki, sen koreys tilini yaxshi ko'radigan odamlarni birlashtirish uchun qaytgan odamsan. Va men xohladimki, mendan koreys tilini o'rganadigan har bitta inson shunchaki to'lov qildi, o'qidi, ABVG'da bo'ldi, shu bilan ketdi emas. U men yaratgan va yaratmoqchi bo'layotgan jamiyatning bitta a'zosi bo'lishi kerak. Men bu yerda qirol Arturman. Qo'limda Excalibur. Siz mendan dars olayotgan har bitta talaba Camelot ritsarlarisiz. Bu davra faqatgina eng kuchli, eng yaxshi, eng talantli va o'sha Camelotni qutqarish uchun jonini ham bermoqchi bo'lgan ritsarlargina o'tira oladigan davra. Mana shu davraga har bitta yaqinlashgan talabamni men o'zidan faxrlanishini xohlayman. Koreys tili bu, koreys tili emas, koreys tili bu, koreys tili. Men koreys tilini o'rganyapman. Tajribali, koreys tiliga mehr muhabbati bor va shu jamiyatni kengaytirishga harakat qilayotgan insondan o'rganyapman deb doimiy ravishda shu jamiyatning a'zosi bo'lganligini faxrlanishligini xohlaganman. Aynan mana shu meni missiyam. Men shuni doimiy ravishda kengaytirishga, jamiyat tuzishga va koreys tilini yaxshi ko'radigan insonlarni bir-biridan connect qilishga harakat qilaman. Chunki vaqtida men koreys tilini yaxshi ko'raman, o'rganaman deganimda, meni tushunib, qo'llab-quvvatlab,
fikrlarimni ijobiy qabul qilgan insonlar bo'lmagan. Hatto men koreys tilida o'sha ilk boshlagan paytlarimdanoq juda ham katta muvaffaqiyatlarga erishganman. Lekin bu nimagadir ko'rinmasdi yaqinlarimning ko'ziga. Men ularga prosta maymun o'ynatayotgandek ko'ringan bo'lishim mumkin o'sha mahalda. Lekin men haqiqatda koreys tilini o'qib, begona tilni o'zimning jismimga singdirishga harakat qilardim. Va hozir shuning uchun meni talabalarim, qo'limdagi talabalarim o'qiyotganlar ozgina zo'r ish qilib qo'ysa ham men ularni doimiy ravishda maqtayman. Xohlayman ular doimiy rag'bat olishini va shu rag'batdan kuch olishini. Urushib, majburiyatdan emas, yaxshi ko'rib, rag'batlanib, faxrlanib, yana ham ko'proq narsaga erishish uchun mana shunaqa sistemani boshida turishni xohlayman. Bu sistemadan tinimsiz ravishda tok ajralishi kerak. Va u magnitga o'xshab shunaqa odamlarni bir-biriga doimiy ravishda tortish kerak. Mana eshitayotgan har bitta inson bu yerda bekorga kelmadi. Bizlarni taqdir uchrashtirganiga men 100 aniqman. Chunki siz boshqalarga o'xshab oddiy va doimiy yo'lni tanlamadingiz. Ingliz tili, rus tili, yana turk tili, nemis tili va hokazo. Siz bemalol ularning oqimiga tushib ketishingiz mumkin edi, chunki bu oqim katta va majburiy. Lekin siz aynan koreys tilida bo'lishni tanladingiz. Men bilaman, imенно hozir sizni o'ylayotgan xayollaringiz, Koreya bilan bog'liq bo'lgan orzularingiz hammaga ham qiziq emas. Faqat siz uchun qiziq va siz uchungina muqaddas. Lekin bitta narsani sizdan chiqarmang. Siz koreys tiliga majburiyatdan emas, mas'uliyat bilan, hayotingizga bo'lgan mas'uliyat bo'lganligi uchun kirib kelgansiz. Va siz uni yarimchala o'qishga haqingiz yo'q. Umuman haqqingiz yo'q bu narsani qilishga. Nima uchun? Koreya shunaqangi beshafqat jamiyatki, unda yashab qolish uchun doim eng zo'ri bo'lishi kerak. Menimcha buni dramalardan yetarlicha ko'rib katta bo'lgansiz. Koreyada eng yaxshi dizaynerlar, eng yaxshi siyosatchilar, eng yaxshi texnologlar, eng yaxshi til egalari, hamma narsani eng yaxshisi bo'lgan, eng mazali ovqat, eng tez ishlaydigan texnologiya, eng zo'r baquvvat mashinalar, traktorlar va hokazo. Shuning uchun ham siz Koreyaga ketishdan oldin yarimchala tayyor ovqat bo'lib ketishingiz kerak emas. Mikrovolnovkaga qo'ysa isitadigan. Siz o'tga o'sha tayyor osh bo'lib borishingiz kerak. Koreys tilini mukammal bilib borishingiz kerak. Koreys tilini cho'qqisiga yetganingizdan keyingina uni zabt etish uchun borishingiz kerak. Chala yarimta bo'lib borish sizni yarim yo'lda muzlatmagan baliqqa aylantiradi xolos. Siz eng zo'rini xohlayapsizmi? Eng zo'riga munosib bo'lish uchun eng zo'rini qilib keyin ketishingiz kerak. Ana o'shanda siz xohlagan Koreya sizni ko'zingizda xohlagan ssenariyingiz bilan davom etishni boshlaydi. Chunki bu sizning kinoyingiz. Unda siz belgilaysiz, qayerda qachon nima sodir bo'lishini. Faqat siz belgilaysiz. Sizning hayotingiz qanchalik ravishda keng, rang-barang va orzularga to'la bo'lishini. Biz bir marta yashashimizni sizdan chiqarmang. YouTube kanalimga albatta obuna bo'ling, chunki biz bu yoqda koreys tili haqida siz bilan ko'p gaplashamiz. Va albatta shu qisqa metrajli, meni butun mehr-muhabbatim qo'shilgan videoni ostiga yozib keting. Siz o'ylagan xayollaringizga Koreya bilan men aytib bergan Koreya o'rtasida qanchalik farqlarni seza oldingiz va umuman sizni kelajakda Koreyaga borish uchun qanaqa planlaringiz tayyor turibdi. Men ularni har bittasini o'qib chiqaman va qo'ldan kelgancha sizga javob beraman. Ovoz yozmabdi-da men faqat. Ha? Ovoz yozdim, ish qilib yozmadim men. Rekka bosmayman sizga. 수고하셨습니다.